Diqqat! O'zgidromet agentligi hafta boshidan, ya'ni bugun 10 avgust kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Mamlakatimizda bugundan boshlab ob-havo yana o'zgaradi. O'zbekiston fuqarolari tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shu tariqa siz bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet 10 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo harorati kechasi 21-26 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida harorat kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgarib turadi. Qisqa muddatli ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi.